Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men o'zbek adabiyotining taniqli vakili, iste'dodli shoir va dramaturg Usmon Azimning hayoti va ijodi haqida so'z yuritmoqchiman. Usmon Azim 1950-yil 13-avgustda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. U yoshligidan adabiyotga, she'riyatga qiziqib, ijod qilishni boshlagan. Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olgan. Keyinchalik adabiyot va matbuot sohasida faoliyat yuritgan. Usmon Azim ijodida vatan, inson qalbi, muhabbat, tabiat, hayot mazmuni va milliy qadriyatlar muhim o'rin egallaydi. Uning she'rlari samimiyligi, chuqur falsafiy mazmuni va ta'sirchanligi bilan ajralib turadi. Shoirning insonni tushunish, holat, dars, oqibat, suratga qarab, baxshiyona kabi she'riy to'plamlari kitobxonlarga yaxshi tanish. U dramaturgiya sohasida ham samarali ijod qilib, sahna asarlari yaratgan. Usmon Azim ijodida oddiy insonning ichki kechinmalari va hayotdagi kurashlari katta badiiy mahorat bilan tasvirlanadi. Uning asarlarida insonni yaxshilikka, vatanparvarlikka, mehr-oqibatga va ezgulikka chorlovchi g'oyalar mujassam. Xulosa qilib aytganda, Usmon Azim o'zbek adabiyotida o'ziga xos ovozga ega bo'lgan ijodkor. Uning sermazmun she'rlari va asarlari bugungi kitobxonlar uchun ham katta ma'naviy ahamiyatga ega. Shoir ijodi adabiyot xazinasining muhim qismidir. E'tiboringiz uchun rahmat.